Yuridik shaxslar o'rtasida juda ko'p nizolarga sabab bo'luvchi masalalardan biri ta'sischilar safidan chiqarish bilan bog'liq masala hisoblanadi. Ko'pchilikka ma'lum, ta'sischilar safiga o'sha jamiyat tashkil etilayotgan vaqtda o'z ulushlarini kiritish orqali kiritilishi mumkin. Endi chiqarish masalasi ham alohida qoidalar belgilab berilgan. Endi Fuqarolik kodeksi va mas'uliyat cheklangan jamiyatlar to'g'risidagi qonunchiligi bo'yicha jamiyat ta'sischilaridan biri istalgan vaqtda o'z xohishiga ko'ra o'z ulushlarini sotish, ya'ni sotish tartibi qanaqa amalga oshiriladi agar ustatda boshqacha tartib belgilanmagan bo'lsa, faqatgina o'zaro ta'sischilar o'rtasida sotilishi mumkin. Agar ular o'rtasida naqd berilmagan taqdirda keyinchalik uchinchi shaxslarga sotilishi mumkin bo'ladi. Endi ta'sischilar safidan chiqayotgan vaqtda o'z ulushini sotish orqali chiqib ketishi mumkin. Bu narsada ta'sischi o'z xohishiga ko'ra amalga oshiriladi va istalgan vaqtda amalga oshirishi mumkin. Va bu holatda ta'sischilar o'rtasida umumiy yig'ilish tashkil qilinib, ta'sischilar safidan chiqish masalasi ko'rib chiqiladi va o'zgartirishlar davlat ro'yxatidan o'tkaziladi. Endi amaliyotda shunaqangi holatlar ham bo'lib turadiki, jamiyat ta'sischilaridan birini chiqarish kerak bo'ladi va bu holatda jamiyat chiqariladigan ta'sischi o'z xohishi bilan chiqishga qarshi bo'ladi. Va bu holatda mas'uliyat cheklangan jamiyatlar to'g'risidagi qonunning 8-moddasida ta'sischilarning huquq va majburiyatlari belgilab berilgan. Ya'ni unga asosan jamiyatdagi ulushlari 10% dan kam bo'lmagan ta'sischilar sud tartibida agar jamiyat ta'sischilaridan biri o'z majburiyatlarini qo'pol ravishda buzayotgan bo'lsa, harakat yoki harakatsizliklar natijasida jamiyatning faoliyatini jiddiy qiyinlashtirayotgan bo'lsa, mana bu holatda sud tartibida ta'sischini jamiyatdan chiqarish mumkin bo'ladi. Va bu korporativ nizo bo'lganligi sababli iqtisodiy sudlarda ko'rib chiqiladi. Amaliyot bo'yicha olib qaraydigan bo'lsak, ya'ni bunda ta'sischilardan biri yoki bir nechtasi da'vo qilishi mumkin va asosiy qoida da'vo qilinayotganda ushbu da'vo qilinayotgan ta'sischilarning ulushlari kamida 10% tashkil etishi kerak va shu holatdagina masala, ya'ni nizo sudda ko'rib chiqilishi mumkin bo'ladi. Sudda ko'rib chiqilayotganda da'vogar tomon chiqarib yuborilayotgan ta'sischi aynan qanday majburiyatlarni buzayotganligi yoki ta'sischi, ya'ni jamiyatning faoliyatini qanday qiyinlashtirayotganligini isbotlab berish lozim bo'ladi. Endi amaliyot bo'yicha olib qaraladigan bo'lsa, ko'pincha holatlarda aytaylik, jamiyat ustavida, ya'ni uluslarni qayta taqsimlash amalga oshiriladi va bu holatda chiqarib yuborilgan ta'sischi umumiy yig'ilishlarda qatnashmaydi va buning natijasida kiritilayotgan o'zgartirishlar davlat ro'yxatidan o'tkazish vaqtida barcha ta'sischilar tomonidan imzolanmaganligi asosida rad qilinadi. Va bu ham o'z navbatida jamiyatni faoliyatini qiyinlashtiradi, ya'ni uluslar o'zgartirilishi tasdiqlanmay qoladi. Va buning natijasida aynan shu kabi holatlarda ham da'vo qilib chiqishi mumkin. Ya'ni o'sha jamiyat umumiy yig'ilishlarda qatnashmayotgan yoki jamiyatga jiddiy moddiy zarar yetkazgan, ya'ni jamiyat mablag'larini o'zlashtirgan holatlarda ham ta'sischilarning talabi bilan, da'vosi bilan sud tartibida chiqarib yuborilishi mumkin. Agarda sizda ham xuddi shu va shunga o'xshash korporativ nizolar va boshqa turdagi nizolar bo'yicha yuridik yordam kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlar orqali biz bilan bog'lanib, masalangizga to'liq qonuniy yechim topishingiz mumkin.